Hammaga salom aziz obunachilar. Bugun men Hacker Hero 477. Bugun biz yana shu videoning ikkinchi qismini olamiz. Javlon Uzbek Pro salomlashib. Yo, hammaga salom obunachilar. Bugun men sizlar bilan Javlon Uzbek Pro. Bugun bizda esa nima GT'lar haydab o'rishdi. Birinchi qismda bilasizlar, уже hozir biz boshqa qishloqqa ketamiz. Ko'ryapsizlar, uzoqda. Mana do'stlar, biz qayda mana gapirib olamiz. Hammaga salom. Sizlar bilan mansub qo'yamiz. Bugungi videoda bizda GT'lar haydab olishadi. Birinchi qismni ko'rmagan bo'lsalaring ko'ringlar. Ikkinchi qism hozir yechyapmiz. Mana do'stlar, ketdi. Do'stlar ketdi. Mana u qishloqqa boraylik, narsalarimizni olaylik, bularki ana qishloqqa ketamiz. Ular qishloq bor ekan, o'sha yerga boraylik. nargi qishloqqa bizga po'qam kerak emas. Boshqa qishloqdan. Aytgancha qo'shni qishloqqa keltirib o'tkazayapti deydi. Nitaret qilyaptimi? Asta sekin qaranglar. Kerak narsalar olyapman. Biz ketib oldik qishloqdan. Men bilaman, baribir yo'lda bilaman. O'zimiz joyga boraman. Yo'q. Yo'q, borma, ular bizni tashlab o'rgan. O'sha Ko'rib qolsa, endi ham yomon bo'ladi. Uncha beta jitilar ko'p ekan. Qarash, mening videomasidan qarasang jitilar yaxshi ko'p. Uyga sig'adi. beton qishloq ko'p ekan. Bitta uyda tanlab olinglar. Ana kompot uyini tanlaylik, ana nar. Menga bitta ovqat berib yuborsangiz. Kimga steak kerak? Menda ikkita. Menga berib yubor. Islom qanisan? Bla, ayamga aytmayman. Ungacha kompot uyini tan. Ayo, mana shu bo'lsin. Javlon, ismini ko'ryapsanmi? Unutun bormi? Sindirib tashladim. Mana bo'ldi, men o'ldim. Qaysi tegishli? Uyimizga Men Javlon, uyimizga qaytamiz. Javlon Qaytdim. berib yubordi, stekdan bo'lsa. Hozir ikkitani, uchtani Masjidga qo'yib qo'yaman. Bir stek ber. 5 ta qolib berdi. Qani pechka? Ha, qo'yib qo'ydim. Men aytgan qo'yib qo'ydim. 5 ta qolib qo'ydim sandiqqa. Kimga steak kerak? Men Islom. Sandiqqa qo'yib qo'ydim 5 ta. Men Islom. Berib oldim unga Ahol, qornim ko'p o'chakan. Manda bilmaysizlar sizlar. Men bo'lmasa eski devorga borib narsalarni olib kelaman. Yo'q, borma. Ular bizni tashlashgan. Bizni tashlashgan borma, Men qarsizman. Qo'yaver. Battarroq qilasan. Bilishmasan nima qilsalar? Nech pul bersan? Aka borma. Atta meni sirli narsalarim bor. Yo'q. Aka borma, doktor, sen ko'rib qolishadi. Uzr obunachilar, shoshilib ketibman. Meni top olishiga sal qoldi. Yangi narsalar o'rnatib tashlab qo'yib. Kameralar. Shu so'rab ko'raylik jitillardan. Ana nima edi? Mer aytya. Mer nima aytya? Sizlar ko'chib keldinglarmi? Yaxshi bo'ldi. Zombilar o'zi ham kelyapti. Narigi qishloqqa zombilar keladi. O'shaning uchun yordam beringlar, iltimos. Xo'p, bo'pti, yordam beramiz. Ularga qishloqqa zombilar kelyapti. Bizga ham kelyapti, bu qishloqqa ham, bizga ham, narigisiga ham. Iltimos, yordam berasizlar, ha? Yordam beramiz. Mayli. Qaysi qishloq? Uni yonidagi Qo'shni qishloqmi? To'g'ri aytyapsizlar.
Xo'p, rahmat sizlarga yordam berganlar uchun. Bo'ldi, Jitli. Men potato qishloqqa yordam berishga harakat qilamiz. Monetga kirib. Ana qishloqqa endi yordam bermasa, sizlarga yordam berib turamiz. Jitil mana shunaqa dedi ekan. Men ungacha tepadan qarab turib, qorovul qilib turaman. Zombilar kechqurun keladimi yo hozir keladimi? So'ra ko'ray hozir undan. Qani Dushamir? Mana Mer qachon kelishadi ular? Ana kech paytda kelishadi ular. Tushunarli. Jitil men jitilingga aytib qo'y, meni urmasin, tushundingmi? uraman deysan. Uzora. Bu yerda nechta mer bor o'zi? 10 mingtadan ortiq. Bizda esa nima? Bitta ishlaydiganlar ham bor. Sen haqiqiymisan? Urma ularni. Hozir ular ham bizda o'tgan safargidaqa chiqarib yuborishdi. Nima qilyapsan? O'ldirma. O'zingni o'ldiryapsan, do'stlarni olib tasha. Qo'yma, hozir yana o'lasan. Sizlarni boshqa qishloqqa haydab yuborishdimi? Ha, haydab olishadi. Shunaqadir shekilli. Biz shunaqa bo'ldik, qarasang haydab olishdi. Keyin bitta do'stimiz o'ldirib qo'ydi bittasini. Keyin undan ham battarroq bo'ldi. O'ldirib qo'ydimi? Ha, o'ldirib qo'ydi. O'lsa ham nima? O'shada haker yeri 777. Tushunarli-da. Hero birinchi vaqt keldi. Oho, ko'p narsa. Kimga oltin olma kerak? Menga. Birinchi, xo'p, yarim Suifa qilinglar. Men birinchi aytdim-ku. Xo'p, bo'pti. Men birinchi aytdim. Mayli. Hozir. Oldinglar. Nima oldim? Men oldim. Firdavs menga 5 ta ber, hech bo'lmasa. Ishim menda 2 ta sta. Ikkita stakmi? Yo'q, sanda. Bittasi meniki ama. 64 tasi. 55 ta qanmi? Hozir yana jicha qorong'i tushsin. Sandoqda 8 ta Qilich. Mana menda zombilar keladigan mahmat. ha. Ishida ham qo'yib. Nima qilamiz? Tez borishimiz kerak. Qo'rqlash. Mana menimcha zombi apokalips. Qo'yamiz. Bo'lmaydigan boshqa qishloqda bo'lar ekan. Ketdi. Xo'p, bo'pti. Qaramiz. Xo'p. Qattiqdilar. Yana adashib qolmasam bo'ldi. Ketdi tez. Men ketyapman shu yo'lda. Tayyorlaninglar. Etti zombi apokalips bo'layotgan. Hammalar aytyapti hozir. Ana qishloqqa qaytib ko'raylik, ko'proq ekan. Nima? Yaxshi etga zombilar ko'p tashlamaydiganda o'zimizga qaytaramiz joyga. Ikkinchisi borodiga, ammo yerdan o'zi qolmaymiz. Tez boraylik. Xavotir olyapman. Hamma o'z qilichini oldimi? Ha. Nima? Tezda yugura olmayapman. Zombilar ko'ryapti, hammalar o'sha tomga chiqib olibdi. Baqa kelish ablah zombilar. Meniki ham. Yordam beramiz sizlarga. Yila tezda. Jangga. Baqa kelish ablah zombilar bizga nima tashlanyapsanlar? O'ldirish.
Vitaly anaqa deyapti. Hamma setillarda o'ldirganki bular. Yo'q, hammasi hali o'lmadi. Men bu yoqqa chiqib qoldim. Unga tushdi, o'ldiringlar ungacha bordi. Itar vorishmasizlar zombilar orqalaringlar. Do'stlar, menga davo tashayapti. Quyosh kelsin deydi. Do'stlar, Yaxshiyam quyosh tushdi. Baqa kelish. Yo'q, ana. Bor ekan yana suvda. Mani o'ldirish. Jicha qoldi, xo'p, hech narsa bo'lmaydi. Kelinglar yordamga. Qilichimiz Qanaqadirlar zombi bo'pti-kan. Yo'q. Bizda branya kuchli. Voyda, yordamchi kuch jo'natsin. Jangga, jahon urushi. SSSR qilaman qo'shinlarni. Nima ambulatoriya admin bo'lishasan hammalaring. Men zombi emasman. Xudobis ma'lummi? Men zombi ekanman-da. Bo'ldi, o'ldirvordik. Jetinglar tushaveringlar. Bo'ldi, o'ldirdik. Rahmat sizlarga. Bitta bor ekan. Iltimos yordaminglar. Bo'ldi, zo'r sizlarni. Endi boshqa qilmang. Bo'ldi. Xo'p, rahmat. Tamom. Bunaqa qilmanglar boshqa safar. Yarimtani o'libdi. Uzr biz. Haybida. Xo'p. Kechiringlar. Qilichim. Xo'p, bo'pti. Ammo biz o'sha yerda yashamaymiz-da. Boshqa joyda. Do'stlar, biz ishga yordam beramiz. Xo'p, bu yerga ko'chib kelamiz. Baqa buzur. Endi biz bu yerga ko'chib kelamiz, yetinglar. Sizlardan kechirim so'raymiz. Yerimiz ham bo'ldi. Ketdik. Ana nima edi? Derevnaga. Xayrlashib olamiz endi. Endi bu yerda xayrlashib olamiz. Kelinglar. Hammaga xayr, aziz obunachilar. Shu video sizlarga yoqdi deb o'ylayman. Obuna va like bosib qo'yinglar. Bugun men sizlar bilan Javnozbek Pro edim va Serkvey Haykeri 777 shu Serkvey Pro'da sizlarga yoqqan video bu oxirgi qismi. Biz tugatdik bu jangni. Jangimiz yoqqan Eslaridan chiqmasin. Bo'pti.